TikTok'da ko'rgan videolaringiz saqlanib qoladi, ya'ni istoriya bo'lib boradi. Buni o'chirsa bo'ladi, ya'ni istoriyalaringizni o'chirib yuborasiz. Bundan tashqari ko'rgan videolaringizni, ya'ni bilmasdan listga qilib olgan videolaringizni qidirmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa qilib istoriyadan topib olsangiz bo'ladi. Buni hozir qayerdan qanday qilib o'chirish, qanday topishni o'rganamiz. Buning uchun TikTok'imizga kirib, poyezd qilgan joyiga nuqta qo'yamiz. Eng topishni oson yo'li nuqta qo'yib, poyezd bersak, mana bunda mana shu istoriya degan joyi bor. Bu bizda ko'rgan videolarimizni nimasi? Полный istoriyasi. Bu yerdan выбрать qilib turib, выбрать все просмотры istoriyani bitta bosib turib, удалить qilib yuborsangiz bo'ladi mana. 180 kun oldin ko'rilgan полный nimalaringizni o'chirib yuboradi. Удалить qilamiz. Istoriya удалить bo'ldi. Bundan tashqari, uchta nuqtaga kirib turib, настройкаga kirib turib, bu yerdan eng pastga tushsak, освобождение места degan joyi bor. Cache, ya'ni pamyat to'lib qoladi. TikTok ko'raverganingiz sari, mana shu cache ni ochib qilib olsangiz, ko'rgan nimalaringiz, pamyatingiz kamayadi. Mana загружено degan nimani ochib qilish kerak emas. Agar siz bloger bo'lsangiz, uni ochib qilsangiz, загрузка qilgan effekt nimalaringiz o'chib ketadi.